Assalomu alaykum parranda ishqibozlari, sizlarga bugun ajoyib taklifimiz bor. Shunday bir-biridan ajoyib zo'r xo'rozlarimiz sotuvda. Ham cho'ntakbob, ham qozonbob deydi-ku. Xuddi shunaqalardan xudo xolisa videomizga chiqaryapmiz. Xudo xolisa bu manzilimizni boshida eslatib o'taman, oxirida ham bir eslatib qo'yaman. Manzilimiz Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanidan. Egalarining nomerlarini pastda qoldiryapmiz. Ov foydalanuvchilarga ham ajoyib bo'lgan narxdagi zo'r xo'rozlar. Bular ichida makyonlar yo'q, faqat xo'roz. Jami soni 800-900 ta sonlari. So'yilgan tayyor go'shtlari 1 kilo 200, 1 kilo 300. Ichak-chavoq, kalla poychasidan tashqari bo'lgan toza go'shtdan aytyapmiz. Qora go'sht. Zo'r shirin go'shtdan. Do'stlar, bularda yosh oyliklari 9-10 oylik. Do'stlar, bularga endi narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 60 ming so'mdan deyapti egalari. Agar mabodo krupniy kattaroq partiyada oladigan, ov foydalanmoqchi bo'lgan insonlarga yana ham kelishtirib beramiz deyishyapti. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyatga dastavka qilib beriladi. Dastavkalar faqat kelishilgan holatda bo'ladi. Xo'sh, manzilimizni yana bir marta eslatib o'taman. Manzilimiz Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida. Egalarning nomerini pastda qoldirdik. Xo'rozlarni ko'rib, videolarni ko'rib, bemalol o'zlaring baho beraverasizlar. Like, podpiskani bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar do'stlar. Bundan ham zo'r bo'lgan ajoyib videolarni sizlarga chiqaraveramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, foydalaninglar. Bunaqa narxdagi xo'rozlar kamdan kam chiqadi do'stlar.